Assalomu alaykum, hurmatli Manyus kuzatib boruvchilari. Bugun 4-aprel. Navbatdagi munosabatni berishni davom ettiramiz. Dunyo jamoatchiligi albatta O'rta Sharq va Ukraina Rossiya mojarosidan ko'z uzgan yo'q. Biroq ayni damda dunyoning OAV vakillari mana shu ehtimoliy inqiroz, dunyoda hozir krizis kelib chiqishi mumkin degan fikrda turli xabarlar tarqatishyapti. Uni sababi kecha gapirdik, Amerika Rossiyaga jahli chiqib 150 ta davlatga boj to'lovlarini oshirib yuborgan. Kamida 10%. Ko'pida u 50-60% bor. Misol uchun Xitoy qariyb 60% qo'shimcha boj to'lovlari oshirildi. Endi 150 ta davlat turli foizdagi to'lovlar oshirilgan. Lekin eng qizig'i, mana qarang, Putinga jahli chiqib, jahl qilib Rossiyani o'ziga hech qanday sanksiya kiritmabdi. Ya'ni mana shu oshirilgan to'lovlar masalasida. Undan Amerikadagi jurnalistlar so'rashgan, nima sababdan Rossiyaga sanksiya qo'llamadingiz, 150 ta davlatga qo'lladingiz? Tramp javob beryapti. O'zi Rossiya bilan uncha ko'p oldi berdimiz yo'q. Nari borsa bir 3,5 milliard dollarlik tovar aylanmasi bor xolos degandek qilibdi. Endi 150 ta davlatning ichida 300-400 million dollarlik yoki 1 milliard dollarlik tovar aylanmasi bor-da Amerikada. Agar Rossiyaniki kam o'zi, unga shart emas deydigan bo'lsa, boshqa davlatlarniki ham kamda. 1 milliardga bormaydigan, misol uchun Angolaniki Rossiyanikidan kam. Mayli, Markaziy Osiyoni gapirmaylik. Bu o'zini gapiryapti deb. Biz unga muhtojligimiz yo'q, chunki ilk 10 talikda oldi berdi ishimizda u turmaydi. Xitoy bor, ha. Rossiya bor, ha. Janubiy Koreya bor, Turkiya bor, Qozog'iston bor. Mana Germaniya bor deylik. Amerika yo'qda. Bu yerda xuddi Putinni qandaydir bir qo'rquv bordek ko'rinyapti-da. Yoki Putinga bir yomon ko'rinishga harakat qilmayaptimi? 150 ta davlatga sanksiya qo'yib, narxlarni oshirib, endi Amerikadagilar aytayapti, bu dollarni sun'iy qadrsizlantirishni maqsadi bor. Qanday maqsadi bor desak, men ozgina qidirsam, kimdir fikr yozgan ekan. Hozir Amerikani qarzlarini bilasiz, 34 trillion. Bundan ham ko'p. Hozir raqamlarda adashim mumkin, xullas mohiyatni tushunib olaylik. Mohiyat shuki, o'sha qarzni uzish kerak. Dollarni qadrsizlantirib turib, keyin mana hozir soliqlarni bekor qilamiz, kim bizda kompaniya ochsa deb xabar chiqardi. Mana Xitoyda o'tgan safar bir Xitoy haqida gapirganimizda 5 yilga imtiyoz beriladi, kim bu yerda korxona ochsa deb Xitoy shunaqa imtiyozlar bergandi degandik. Xuddi shu imtiyozlarni endi u Tramp Amerikada joriy qilmoqchi. Ham pulni qadrsizlantirib, ham soliqlarda imtiyoz berib, qarzlardan uzib olmoqchi. Shu kattalik belgilangan davlatni qarz olish salohiyatidan yuqori bo'lib ketdi-da Amerikaning qarzi. O'shalarni uzishni maqsad qilgan deb gapirishibdi, yozishibdi. Bu ma'ni emas. O'sha Amerikadagi bir ikkita bloger, jurnalistlarni fikri shunaqalar bor, shunaqa gaplar. Endi bu qanchalik ish beradi, bu noma'lum.
Chunki Xitoydagi Amerika kompaniyalari tezda hamma uskunalarni yig'ishtirib Amerikaga borib olmaydi. O'zi shundoq ham yaxshi ketayotgan biznesini, ishini to'xtatib u yoqqa ko'chib boraman demaydi. Tadbirkor ozgina kuzatadi, qani suv qayerga qarab oqarkin deydi. Endi mana shu ehtimoliy inqiroz, krizis dunyo bo'yicha bu hozir. Avvalo oziq-ovqatga zarba beradi. Shuning uchun ham Yevropa yo'l qidirib, Ursula von der Leyen Markaziy Osiyoga kelib, Markaziy Osiyo hali Yevropa tomonidan u darajada katta qiziqish bildirilmagan edi. Albatta, Samarqandda hozir iqlim xalqaro iqlim forumi deymizmi, xalqaro iqlim sammiti ketyapti. O'sha forumda uchrashib, gaplashib, endi iqlim mavzusi, lekin energetika ham bor. Bu kecha ham aytdim, bu yaxshi. Umuman olganda bu yaxshi. Markaziy Osiyoga qiziqish kuchaysa yaxshi. Endi harbiy tomondan emas, iqtisodiy tomondan qiziqish kuchaysa yaxshi. Lekin kimdir kechirasiz, Turkiy davlatlar ittifoqi unchalik o'xshamayapti desam, izoh yozibdi. Baxtli birlik bo'ladi. Mayli, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'izistonni gapirmaylik. Vengriya haqida oldin bir videoda aytgandik. Musulmonlarni uncha yoqtirmaydi deb. Musulmon emas degandek qilgandik. Endi Isroil bilan til biriktiryapti-da. Isroilni maqtab chiqibdi Vengriya. Turkiya endi jali chiqyapti, u qanaqasi deb. Chunki Isroil bilan Turkiya urush arafasida turibdi. Vengriya Isroil tarafda. Oldinroq Ozarbayjon haqida gapirganda ham aytgandik. Eronga qarshi foydalanaman deb Isroil Ozarbayjonga ancha qurol va boshqa yordamlarni bergan. Ozarbayjon ham Isroil bilan ziddiyatga borishni istamaymiz deb o'shanda gapirib chiqqandi. Mana shularni ko'rib turib, Turkiy davlatlar ittifoqi hali beri o'xshamasa kerak. Biz shuning uchun Markaziy Osiyoga e'tiborni kuchaytiraveramiz. Mana shunisi bizga ma'qulroq bo'lsa kerak deb kecha aytgandim-da. Darrov endi qarshi chiqmanglar, endi suvni oqishiga qarab baho beramiz-da biz ham. Hozircha eng yoqimlisi Yevropa bilan Markaziy Osiyo sekin strategik hamkorlik qilyapti. Mana shunday strategik hamkorlik bir 10 yil o'tar, 20 yil o'tar, bizni kuchaytirib yuboradi. Xuddi shunday hamkorlik Xitoy bilan bo'lgan edi. Xitoy haqida gapirganda Amerika Rossiyaga qarshi Xitoyni kuchaytiraman deb ancha yordamlar bergan, butun dunyo yordam bergan deb gapirgandik. Chunki 70-yillargacha Xitoyni uncha tan olishmagan. Hatto Xitoy nomidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tayvan gapirgan. Keyin Xitoyni tan olib, Xitoy Birlashgan Millatlarda o'sha tashkilotda a'zolikni qo'lga kiritgan va gapirish haqqini olgan. O'shanda ham boshida paypoq, kechirasiz, ichki kiyimlar, yengil narsalar, asosan fabrikalar, zavodlar emas, fabrikalar bilan yurishgan. Ular uncha nima qilmaydi deb. Lekin 90-yil boshida bitta paypoq yoki maykalar, futbolkalar bilan futbolkalarni ishlab chiqaradigan gaplar bilan kirib borishgan bo'lsa, hozirda endi Xitoy fursatdan foydalanib eng kuchlilarni bittasiga aylandi. 3 ta kuchli bo'lsa bittasi Xitoy, 2 ta kuchli bo'lsa bittasi Xitoy. Va nazarimda emas, umid qilamanki, O'zbekiston ham mana Yevropa sekin tan olishni boshladi. Endi oldin ham tan olganu, qiziqib kirib kelib, siz bilan bir hamkorlik qilsak bo'ladimi degandek qilyapti. Bu
juda qulay fursat. Va balki Markaziy Osiyoni kelajakning kuchli bir ittifoq davlatlari bo'lishida boshlang'ich bo'lishi mumkin. İptido bo'lishi mumkin. Men shunday deb o'ylayapman. Chunki Yevropa endi hozir Rossiya bilan hamkorlik qila olmasa, Amerikaga endi tushunali, Amerikadan yuzini o'giryapti. Nima qiladi? Shu yerga kelsin, oziq-ovqat ombori yo'q Markaziy Osiyo. Yana ikkinchi tomondan Rossiya bilan bevosita ishlamasa ham Markaziy Osiyo orqali ba'zi bir ishlarni davom ettirishi mumkin. Mana shularni hozir rejalayapti Yevropa. Va bu bizga ham foyda. Bizga juda foyda. Albatta asosiy mavzu iqlim. To'g'ri, endi suv masalasi bor. Iqlim, mana ob-havo o'zgaryapti. Aprel kelsa ham baribir ozgina salqinda hozir. Misol uchun Farg'ona, endi men Farg'onaning hamma rayonlariga bormadim-u, Rishtonda bu yil qor ko'rmadik. Qor ko'rmadik. Qor yo'q. Bu albatta iqlim o'zgarishi va bu masalada endi hozir bizni prezident Shavkat Mirziyoyev bir Yevropani kotibiyatini ochsak, shu yerda ya'ni jalb qilmoqchi. Yevropani bitta oyog'i shata bo'lishini istayapti prezident. Va bu yaxshi. Mana hozir bu yerga qayd qilib olganman. Prezident o'sha xalqaro iqlim forumida nutq so'zlagan va oxirida biz yerni ajdodlarimizdan meros sifatida emas, balki farzandlarimizdan qarzga olganmiz degan mashhur ibora bilan yakunlashibdi. Bu mashhur iborani men oldin ham eshitganman. Faqat muallif kimligini qidirib ko'rsam, bu o'sha 1760-yillarda jangchi bo'lgan qizil tanli ana shuni iborasi. Ya'ni Amerika istilocilariga qarshi kurashganlarni bittasi jangchini gapi ekan. Bu yerda ham qandaydir ma'no bor deb o'ylayapman-u, hozircha u ma'noni aytmay turay, ertaga aytaman bu ma'noni. Pishitib olay qanday ma'no borligini. Kechirasizlar, tomog'im borgan sari og'riyapti, yo'talib olyapman. Ming bor uzr so'rayman. Endi faqatgina oziq-ovqat masalasi emas, xavfsizlik masalasi ham bor. Yevropa, ozgina Yevropaga qaytaylik, chunki Markaziy Osiyoda hali uchrashuvlar batamom tugagan yo'q, tafsilotlar hali jurnalistlarga u darajada ochiqlangan yo'q. Hali alohida intervyular olinadi, alohida prezident o'zi ham bir fikrlarini bildiradi. Ana shundan keyin batafsil yana bu mavzuga qaytamiz. Xulosa, bu yaxshi ketyapti mening nazarimda. Yevropaga qaytamiz, chunki xavfsizlik masalasi bor. Biz oldin aytgandik, Germaniya bu hazillashadigan davlat emas. NATO tashkiloti aynan Germaniya va Yaponiyani jilovda ushlab turish uchun ham tuzilgan. Faqatgina harbiy tomondan mudofaa tizimi emas u. Ayni damda ikkita kuchli davlatni, tezda shakllanib oladigan davlatlarni nazoratda ushlash. Mana shu masala ham bor. Mana Yaponiyani endi bo'ldi, men seni himoya qilmayman dedi Amerika. O'sha yaqinidagi orollarda harbiy bazasi bor edi, harbiy bazani olib chiqib ketdi. Bo'ldi, endi hamma o'zini o'zi himoya qilaversin. Buyog'i o'zi sal tor kelyapti. Deydi, bo'ldi dedi Yaponiya. Va Yaponiya ham harbiy sohaga e'tiborni boshladi. Mana bir haftadan beri shunga harakat boshlangan Yaponiyada. U ham tez rivojlanib ketadi. Mayli u harbiy masalasi. Mana bu Amerika olib kirgan
sanksiyalar borku 150 ta. Bu butun dunyoda inqirozni keltirib chiqarishi mumkin deb shu kunlarda kechadan boshlandi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy bojxona masalasida tariflarni ko'rib chiqaylik deyapti. Agar bojxona ittifoqi tashkil topib qolsa, bu kelajakda umuman boshqacha bo'ladi. Chunki Yaponiyani NATOning ko'zga ko'rinmas bir ittifoqchisi, rasman qayd qilinmagan ittifoqchisi deb bilardik. Janubiy Koreyani ham. Lekin endilikda bular bunga qarashyapti-da, mamlakatga qaysi biri foyda? Balki Xitoy bilan aloqani tiklash muhimdir. Endi harbiy sohada emas, siyosatda emas, bojxona masalasida birlashish muhimdir deb o'ylab qolishdi va shunga endi sekin muzokaralarni yo'lga qo'yishdi. Harbiy sohada esa mana Germaniyaga qaytamiz. Germaniya 80 yil o'tib Litvaga 100lab panser tanklari bor ularni. Panserlarni joylashtirdi. Kecha joylashtirdi. 100-200 tank. Balki 500 tadir. Endi 100lab deb yozishibdi. 5000 ta personal. Bundan 4800 tasi askarlar. Endi 200 tasi balki ovqat pishiruvchi, bir shifokor bo'lishi mumkin. Lekin Vilniusni tashqarisiga joylab bayroq ilishdi. O'sha 45-panser bo'linmasini, panser degan tankni bilasizlar. Nemislarniki. Boshqaradigan qo'mondon aytayapti, 27-yilga kelib mana shu tanklar soni 2000 ga yetadi. Va shunga yarasha askarlar va boshqa personallar tayyor bo'ladi. Jangga tayyor holga keltiriladi deb bayonot berdi. Mana. Qayerga? Vilniusni tashqarisiga. Belorusiyadan 15 kilometr uzoqlikka joylashtirib qo'ydi. Ya'ni NATOni sharqiy shimol desak ham bo'ladi. Qanotini, himoyasini Germaniya o'z bo'yniga oldi. Bu yerni himoya qilib tursin. Biz bu yerda harbiy sanoatni yana rivojlantirib, tezroq ishlab chiqaramiz. 2 yil vaqt beryapti. Germaniya shunaqa. Ustiga atom bombasi tashlanmadi, xolos u nemislarni. Nimalarni ko'rmadi urushda 2 marta ya. Tekslab tashlashdi. 45-yildagi Germaniyani tasavvur qilish oson, chunki kinolarni ham ko'rganmiz. Lekin 60-yillar mana nemis mo'jizasini yaratgan rahbarlardan biri Konrad Adenauer degan odam bor. Darrov tashqaridan ishchilarni jalb qilib, mana misol uchun turklarni jalb qilib, o'sha Germaniyada Doner brendi Turkiyada misol 5-6 million turk ishlaydi Germaniyada hozir ham. O'sha 60-61-yildan boshlasak, o'shandan beri hozirgacha turklar bor. Va Germaniya hozir yana atrofdan ishchilarni jalb qilishni boshladi. Chunki o'zini askarlar, o'zini mutaxassislari harbiy sohaga e'tiborni qaratib bo'ldi. Endi Angliya bilan Fransiya qarab turibdi. U yaxshimikin, yomon ikkilanib turibdi, andisha qilib turibdi. Chunki Amerikaga qaraysa, Amerika ular bilan ishi yo'q. Sanksiyalarni berib yotibdi. O'zing himoya qilib ol deb aytib bo'ldi. Bunaqada Germaniya bunday qaraydi-da, to'xta deydi, men kim edim deydi. Va qayta uyg'onishni boshladi.
Rossiya matbuotida esa ruslar endi aytmagan gaplari qolmadi. Xayollardagi gaplar. 2 marta yutqizgan yana yutqizadi. Yo'q, bu safar unaqa bo'lmasligi mumkin-da. Chunki 2 marta kimga yutqizgan? Rossiyagami? Yoki SSSRgami? 5 ta davlatgami? Undan tashqari yana yordamchi davlatlar bor. Kimga yutqizgan? Bu safar o'sha 14 ta davlat uni yonida turadimi? O'zi Boltiqbo'yi davlatlari alohida bo'lsa, hali Markaziy Osiyo boradimi, yo'qmi? Rossiya o'zi 3 yildan beri urushda bo'lsa, albatta aqli bor ruslar xavotirga tushishgan. Balki murosa qilish kerakdir degan gaplarni ham yozishibdi. Germaniya bu dunyo tarixida 3 ta qit'ani nazorat qilib turgan davlat, kichkina bo'lishiga qaramay. Ya'ni Rossiyachalik, Xitoychalik katta bo'lmasa ham 3 ta qit'a, Yevropani, Osiyoni bir qismini, Afrikani bir qismini qo'rqitib turgan. Dengizlar masalasi. 10 ga yaqin dengizni nazoratda ushlab turgan. O'sha Germaniya qayta uyg'onyapti. Agar Yaponiya ham uyg'onib qolsa-chi? Ikkinchi jahon urushidan oldingi davrni eslaylik. Inqiroz bormidi? Buyuk tushkunlikni eslaylik. 33-yillar. O'sha buyuk tushkunlik yana hozir kelyapti. Shunaqa bo'lmasin deb endi hozir hamma bir-biri bilan hamkorlik qilaylik. Bir-birimizga yordam beraylik deyapti. Mana bitta misol Markaziy Osiyo bilan Yevropa. Siz ham kuzatyapsiz, guvoh bo'lyapsiz. Bizdan faqat kuzatish. Bizdan faqat kuzatish. Endi Putin va Rossiya baribir Ukrainada men xohlagan ish bo'lish kerak deb oyog'ini tirab turib olibdi. Endi uni ham tushunamiz. Slavyanlar birligini istayapti. Belorussiya, Rossiya bitta, Ukrainani bermayman hech kimga deb oyoq tirab olyapti. Tushunyapmiz. Lekin Ukrainani o'zini xohishi ham borda. Yo'q, biz seni qolamaymiz deyapti. Uni ham tushunamiz. Kuzatib boraveraylikchi, bir gap bo'lar. Yangiliklar bo'lsa, albatta munosabatimizni beramiz. Like va podpiska tugmasini bosayotganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan birgalikda fikr almashyapmiz. Chiroyli fikrlar yozyapsizlar, o'ylantirishga majbur qilyapti. Albatta gap orasida bir qaniydir xatolik bo'layotgan bo'lsa, ma'zur tutasiz, kechirasizlar. Sekin-sekin rivojlanamiz. Sizlar meni tarbiya qilasizlar sekin-sekin. Chunki xalqning tarbiyasini olish yaxshi. Tanajonlaring sog' bo'lsin. O'tayotgan kunimizga ming bor shukr. Kuzatib borayotganingiz uchun alohida rahmat. Sog' bo'linglar.